Qizlarga, kelinlarga qaraydigan bo'lsak, bir qo'lida farzandi bo'lsa, ikkinchi qo'lida telefon bo'lib qoladi. Oyijon chiqardilar-da, kim keldi deb so'rardilar. Keyin yo'q hech kim, desam hozir gaplashdingiz deyardilar. Men bolalarim bilan gaplashyapman deyardim-da. Keyin xuddi katta odamlardek gaplashyapsiz deb aytardilar. Bergan savollarga erinmas edim. Bog'chaga olib borib kelayotganda shudring qayerdan tushadi, shunaqa savollar. Bulut qayerdan paydo bo'ladi? Iloji boricha javob berishga harakat qilardim. Bilmaganlarimni keyinroq aytaman deb qo'yardim. Operalarga olib borardik. Fransuz tilida, italyan tilida aytsa ham, bo'lmasam maktab o'quvchisi. Bir ikkinchi, uchinchi sinf shunaqangi maza qilib ko'rishardi. Stol tennisiga qiziqaman, voleybol, basketbol, jonidilim. Qizlarim yo'q, ikkita o'g'lim bor, ikkita kelinim qiz. Hech qachon kelinlarim deb gapirmayman, har doim qizim deyman. Qizimdek, barimda erkalanib yurishadi. Ularga ham aytaman-da, kitob ko'p o'qinglar. Keyin bolalarga tarbiyaga ham so'ragan narsasini vaqtida javob beringlar. Hozir vaqtim yo'q, bor adangdan so'ra, bor buvingdan so'rang degan gaplarni aytmanglar. Men unaqa kek saqlab, unaqa qilmas edim. Haligi bir xil bor-ku yoshlar, 2 kun 3 kun gapirmaydi, yo'q, gap eshitsam ham indamay eshitardim. Lekin yana nima yeysiz deb, mana buni yeb oling, mana buni ichib oling deb yana nimani qilib ketaverganman vazifamni. O'sha paytda darrov shu odamlarni Alloh rahmatiga olgan bo'lsin gaplarini eslardim. Bolam qayin yurtingni rozi qilgin deyardilar. Maqsadni katta qo'yish kerak ekanda. Maqsadni chiroyli qo'yish kerak. Bolalarim aytdiki, ona uyda o'tirib qolmang. Nafaqaga chiqqandan keyin, "Yo'q" dedim, "Men uyda o'tirmayman. Meni hali juda ham qiladigan ishlarim ko'p. Charchadim, bo'ldi, o'tiraman, to'yib uxlayman nima deysiz?" Yo'q, bilasizmi? Mana shu yerga kirib kelaman-ku, sakinatda. Bu yerga muhit boshqacha. Ayollar ko'zlari porlaydi bularni. Bilgan saring bilmasligingni bilar ekansan. Lekin siz bu bilan ham cheklanmadingiz-da. Siz loyihani faol a'zosiga aylandingiz. Peshqadam karvoni hayotimning bir bo'lagi. Peshqadam karvoni hayotimning bir bo'lagi.